Assalomu alaykum. Sizlar bilan fizika kursini boshlaymiz. Fizika kursini tushunarli, sodda tilda imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Men o'zim ilm o'rganish yo'lida, shu fizika fanini o'rganish yo'lidagi insonman. Ya'ni men fizik olim, fizikani oxiriga yetib borgan inson emasman. Menda mukammallik yo'q. Ya'ni xatolar bo'lishi mumkin. Xatolar uchun oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Lekin o'zimdagi bor bilimlarni berishga harakat qilaman. Hop, biz fizika fanini bo'limlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bo'lim nomi mexanika. Mexanika so'zining ma'nosi mashina haqidagi fan. Demak, mexanika bo'limini ham biz albatta bo'limlarga bo'lib o'rganamiz. Demak, bo'limlarimiz nomi kinematika, dinamika, statika va suyuqliklar va gazlar dinamikasi, mexanik to'lqinlar degan bo'limlar ham bor. Ularni keyinchalik qo'shib o'tamiz. Hop, birinchi bo'limimiz kinematika. Kinematika nimani o'rganadi? Kinematika bo'layotgan voqea hodisalarni sabablarsiz o'rganadigan mexanikaning bo'limi. Shunaqa deb yozib qo'ying. Hop, kinematikani vazifasi demak sabablarsiz o'rganadi voqea hodisalarni. Bu nima degani? Misol uchun, mana shu markerni tashlab yuborsam, bu albatta yerga tushadi. Nima uchun? Chunki buni yer o'ziga tortib turadi. Yer o'ziga tortib turishi bu sabab. Biz esa sabablarni o'rganmaymiz. Biz qancha vaqtda tushdi, qanday balandlikdan tushdi, qanday tezlikda yerga urildi, qanday tezlikda pastga tashlab yuborilgandi va hokazo shunaqa savollarga javob beramiz. Kinematika bo'limi bilan demak tanishib oldik. Kinematika bo'limimizni asosiy tushunchalari. Demak, birinchi tushunchamiz mexanik harakat. Mexanik harakat degani men qoidani birdaniga aytib keyin tushuntiraman, siz esa o'sha qoidani yozib qo'yasiz. Mexanik harakat bir jismning boshqa jismga nisbatan fazodagi vaziyatining o'zgarishi. Bu nima degani? Bu misol uchun mana shu markerim doskadan aytaylik 30 sm uzoqlikda turibdi. Endi bu markerni harakatga keltiraman. Endi esa buni vaziyati bunga nisbatan o'zgaryapti. Ya'ni uzoqlashdi. Misol uchun 50 sm ga keldi. Bu mexanik harakat qildi deyiladi. Har qanday ko'zimizga ko'rinayotgan harakat mexanik harakat bo'laveradi. Qo'limni qimirlatishim, marker bilan doskaga yozishim, bular hammasi mexanik harakat. Keyingisi moddiy nuqta. Moddiy nuqta bu kuzatilayotgan voqea hodisalarda o'lchami va shakli hisobga olinmaydigan jismlar. Ya'ni moddiy nuqta o'z nomi bilan ma'lum. Moddiy bu demak mavjud nuqta. Demak, bir jism bir vaziyatda moddiy nuqta bo'lishi mumkin, bir vaziyatda moddiy nuqta bo'lmasligi ham mumkin. Misol uchun, avtomobil Namangandan Toshkentga qarab yo'lga chiqdi. Bu vaziyatda avtomobil moddiy nuqta bo'ladi. Chunki avtomobilning o'lchamlariga nisbatan yo'lni, masofani uzunligi moddiy nuqtani tushuntirayotgan edim. Video olish davomida telefonimizning xotirasi to'lib qoldi. 64 GB bugungi kunga juda kam. Hop. Moddiy nuqta demak Kosonsoydan, Namangandan Toshkentga qarab yo'lga chiqayotgan avtomobil bu yerda moddiy nuqta bo'ladi. Agar shu avtomobil garajdan chiqyapti desa yoki yo'lni kesib o'tyapti desa, bu yerda avtomobil moddiy nuqta bo'lmaydi. Chunki Namangandan Toshkentgacha bo'lgan masofa aytaylik 300 km. Avtomobilning o'lchami esa 3,5-4 metr bo'lsa, bu masofaga nisbatan avtomobil juda kichkina. Garajga nisbatan esa u darajada kichkina emas. Agar kimdir 500 kilometrlik, 300 kilometrlik garaj qurib qo'ymagan bo'lsa. Hop, keyingisi trayektoriya. Trayektoriya jismlarning fazoda qoldirgan izi. Ya'ni mexanik harakat qiladi jismlar va natijada o'zidan fazoda iz qoldiradi. Fazo deganda biz shu hamma joyni tasavvur qilamiz. Havo bor joyi hammasi fazo. Koinot bilan adashtirib yubormang. Hop, trayektoriya demak fazoda qoldirgan iz. Endi bu izni doim ko'ramizmi? Yo'q, doim ko'rinmaydi. Misol uchun qumli yo'lda ilon yuribdi, izini ko'ramiz. Qorli yo'lda velosipedda yursak izini ko'ramiz. Lekin havoda masalan qo'limni qimirlatdim. Yo'q, iz yo'q. Lekin bizning ko'zimizga ko'rinmasligi mumkin, lekin iz bor. Keyingisi sanoq jismlar. Sanoq jismlar bu biz ma'lum bir shartlar natijasida tinch turibdi deb qabul qilib oladigan jismimiz. Sanoq sistemasini tushuntirganda batafsil tushunasiz. Sanoq sistemasi sanoq jism, koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchaydigan asbob, ya'ni sekundomer birgalikda sanoq sistemasini tashkil qiladi. Endi qarab turing. Mana bu yerda bir daraxt turibdi.
Bu daraxtning oldida bir odam bor. Bu odam daraxtdan 10 metr masofa uzoqlikda turibdi. Bu odam harakatlanib mana bu yergacha keldi. Endi daraxt bilan odam orasidagi masofa 30 metr. Demak, bu jism, ya'ni bu odam mexanik harakat qildi. Va mexanik harakat qilish davomida o'z vaziyatini mana bu jismga nisbatan, ya'ni daraxtga nisbatan o'zgartirdi. Biz bu yerda daraxtni sanoq jism deb tanlab olamiz. Buni tinch turibdi deb tanlab olamiz. Lekin bu tinch turmabdi. Chunki yer o'z o'q atrofida aylanadi. Demak, har qanday tinchlik va har qanday harakat bu nisbiydir. Nimagadir nisbatan tinch turadi, nimagadir nisbatan harakatlanayotgan bo'ladi. Bugungi o'rganadigan tushunchalarimiz mana shular. Ko'paytirmaymiz. Keyingi darsimizda fizika faniga kerak bo'ladigan matematika haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchisi vektorlar bo'ladi. Vektorlar juda qiziq mavzu. Bu qoidalarni yaxshilab yodlab oling. Yodlashdan ham ko'ra yaxshilab tushunib oling. Ma'nosi nima buni? Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.